よこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ肩の力抜いてラックラック Keyin aka bitta savol, bizdan kelsa, siz texnologdan kelsa 10% skitkasi bilan qilib berasizmi? 10% emas, 15% skitka qilib beramiz. Ko'rdingizmi? Marka ishqibozlari uchun eng arzon joy topdim va hozir narxlarni bilib o'tamiz. Ha, hozir oxirida. Bazi Spark apparatni remont ham qilib berishadi agar apparat qimmat bo'lsa. Aka, u har xildan terib qo'yibsiz. Qanaqa Sparklar bor va qanchadan? Boshidan kelsangiz bor. Aha. Kelaversanglar, arzon qilib beramiz. Pol avtomat deysizmi, plazma rez deysizmi? Ha. Hammasini qilib beramiz. Argon deysizmi? Mana bu hammasi mana bular avtomat kempi deyiladi. Hop, mana bu argonlarimiz bor, ishlovchi apparatlarimiz bor. Hamma narsamiz bor mana shu yerda, hamma narsa sotiladi. Mana tepada 500 amperliklar bor. Plazma rezlarni 100 amper, 150 amper, 80 amper. Kelsangiz murojaat qilsangiz, kelishtirib qilib beramiz. Hamma narsamiz sifatli, yaxshi apparat. Aka, bu arendtor ovorish uchun taxminan qanchadan boshlanadi narxlar? Bularni bittadan ko'rsatib ketsangiz, Svarishning apparatli 220larimiz boshlanadi. Mana bu yerda oldida turibdi. 500 mingdan boshlanadi, yog'iga yuqoriga ketadi. Sifatiga qarab. Ha. Sexlarga bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq bo'ladi. Mana pul avtomatlarimiz 1 milliondan boshlanib, to 8,5 million, 10 milliongacha boradi. Kelsanglar, bu Yangiobod bozori ichida shu narsalarni tavsiya qilamiz. Hamma narsaga garantiyasi bor. Remont ham qilib berasizlar? Remont ham qilib beramiz. Bizda hamma narsa bemalol. Keyin aka bitta savol, bizdan kelsa, siz texnologdan kelsa 10% skitkasi bilan qilib berasizmi? 10% emas, 15% dan skitka qilib beramiz. Ko'rdingizmi? Manzilni olib ko'rsatib ketaman. Yangiobod bozorida asosiy xoddan kiraverishda, oxiridan velosipedchilardan ham o'tib kelishingizdek burchakda mana Takarning do'koni to'g'risida o'zi yo'l ustiga chiqarib ham qo'yishdi. Mana bunaqa svarishli apparatlar bilan shunga kirib kelasizlar. Aka, raqamlarni ismingizni pastda qoldiraman. Mana bunaqa katta apparatlarni ham remont qilamiz. Importning apparati bo'lsa ham farqi yo'q. Bu aka bir 20 million tursa kerak, ha? Bu 20 ming emas, 5 ming dollar turadi. Ha, 5 ming dollarlik apparatni ham buzilib qolsa bemalol murojaat qilasizlar. Hammasi remont qiladigan narsalar. Odamlar olib keladi, remont qilib beramiz. Maza qilib dash ishlatishadi. Bo'ldi aka, charchamanglar.